Assalomu alaykum azizlar. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida Imom-ota degan tog'li joy bor, tog'li hudud qishloq bor. Tepasi tog', past tomoni vodiy, orqa tomoni Qirg'iziston. Shu joyga o'rik izlab safarga chiqdik va mana qishloqqa kirib kelib, xonadonlarda sekin bu yerdagi vakilimiz Azizulloh bilan birgalikda yurib bir xonadonga kirib keldik. Bizga ma'qul bo'lgan kimyoviy o'g'it va zaharlar ishlatilmagan xonadonga keldik, xudo xolasa. Davronbek og'aning xonadoni ekan bu. O'zlari Rossiyaga ishga ketishgan ekan. Uzumlar va umuman kimyoviy o'g'it zaharlar berilmagan ekan. O'shaning hisobiga mana uzumda kasalliklar bor. Lekin hosil yomon emas. Omanga qora ko'yi ham tushibdi. Yana yil bu yil xudo xolasa kuzdan boshlab ishlashga kelishib oldik. 3-4 xil o'riklar ham bor ekan. Giloslar tugabdi. Mana kichkina o'rik to'kilib yotibdi ekan. Endi Toshkentga yetkazib borish qiyin. Xilidan. O'zi yong'oqlar. Mana kichkina o'rikning bitta turi. Bularni Toshkentga yetkazib borolmasa kerak. Lekin bu yerda o'zimiz qilayotgan hamshagi o'rikdan kattasidan bor ekan. Jiyanni chiqarib yubordik. Derish boshlandi. Yaxshimi? Tepalari yaxshi pishganmi? Çok iyi pişgan. Ama yaxshi. Sariq. Yaxshi. Sariq, qizil, chiroyli. Hash ezmasdan chiroyli qilib terib bering-ku. Chiroyli. Zo'r edi. Haligi donaniki deganingizga chiroyli teryapti, tog'a. Ha, rahmat, baraka toping. Oldin oxirrog'ida mana isparaga o'rgan bor ekan. O'rikning dodasi. Hali pishib ulgurmagan ekan. Quyosh tomoni. Tepalari sal sarg'ayibdi-yu. Bu tomonlar hali. Hali pishib ulgurmagan. Buni ham band qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Yong'oqlar bemalol ekan. Nihoyat mana terilgan o'riklarni olib qaytdik Toshkentga. Kimga kerak bo'lsa so'rayverasizlar mana. Eng muhimi tabiiy mahsulotni qadrlash edi maqsadimiz. Izladik, bordik, xonadon sohiblari Toshkentdan kelib olar ekan degan bir tuyg'uni tuyishdi degan umiddamiz. Duolaringizga umidvormiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.